ağlasın. Beijing vaqti soat 23. Issiqim eshib, qo'qoq chiqib ketib bordi. Qo'qoqdan qo'rqsang qahramon bog'u. Qahramon 3 qat qo'qoq ichimlikini deysan balkim. Shunda qo'lingga chiqqanda ishchi bermay markasiga sifatiga qarab ishkin jumu. Haroratni tanshab issiq qaytirdig'ini yanala qahramon 3 qat qo'qoq ichimligi. Sevginim bo'ldi. Nima talashimni bilmay, beshimda qotdi. Yo, ko'ray desak kino, mana ko'zlar tayyor tumondu. Ko'znak. Bu yil moda bo'lgan ish nima? Sog'lomlik va badan chiniqtirish. Undaqda nima chiniqimiz? Boburbodiy chiniqish klubida klubda uskunlar ilg'or va to'liq ternirning saviyasi yuqori va mas'uliyatchan e'tiborlarmi ko'p. Boburbodiy cheniqish klubiga texi a'zo bo'lmadingizmi? Boburbodiy cheniqish klubi. Telefon 0991 0777. Tarmoq shirkat ochqich qabul qilamiz. Talla bozor ichida hamkorlashib chaqiramiz. Tor supimizga vakalash qabul qilamiz. Torda. Qaysi shirkat u? Xalqiyar 150 o'rinda amaliy Xalqiyar talla bozor bo'lgan bir tutash mol ta'minlab beradigan Xalqiyar shirkati. Telefon 400 3 84 54. Bashqildanning javridin ishlangan zoqtam oddiy ochiq suyni zakaz qilaydigan. Qaysi turdagi mahsulotlardan lozim? Hamma turdan olay. Zoqtam oddiy ochiq suyning setilish baktiz obdan pul topdi. Xotirjam bo'ling, 24 soat ichida do'koningizga yetkazib beramiz. Telefon 0991 250 33 53. Hürmetli radyo anlıqçılar, endi xayrlik akşam programımız. Məsuliyyətiniz nişanınızdır. Səzgürəş tilləriniz məbləğinizdir. Xarakteriniz təqdirinizdir. Mürəkkəb işlarni addi işlarni təkrar işlarni əstahidil qılın. Hayatda türüssalam, qadırılsalam közləyən nişanğa yetkili boludu. Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, keçdikanlar xeyirlik bulsun. Süygüsü barlar. Qani, ushbu go'zal oqshomda radio anlıqçı dostlar uchun xizmatda bo'lalig'imizdan to'liq xursandmiz. Do'stlar azroq bo'lsa-mu, bir yaxshi mazmunlarni ata qila olsak, do'stlar azroq o'zim oromlik bera olsak, ko'ngillik minutlarni his qildira olsak, bu bizning xushallligimiz. Qanundaqda ushbu go'zal oqshomni biz tayyorlagan yaxshi mazmun, lirik naqshlar bilan texim bir yaxshi ma'nolarga ega qilsak. Aldı bilan dostlarımızga güzel nakşlardan sonaylık. Hani boyluk bağları namlıq nakşa dostlarımızın huzurda olsun. Sazende nəğmə navalik boyluq bağları Armaz mən əsla işlisəm səndə Xusab havalik boyla işlisəm səndə Xusab havalik boyluq bağları
Üzümüm şuna koyam ervayı, üzümüm şuna koyam ervayı, tenge davali buylu bağları. Etrafım aynan süpsüzük bular, ey bağlap ketken üzümün çoğu sapar. Boyluk bağları sende işleydu, işcanlar kuşacak, canım huzuri boyluk bağları. Kenge davali boyluk bağları, üstün mettun altın gitnek, kenge şbali boyluk bağları. Üstün mettun altın gitnek, kenge davali boyluk bağları, kenge davali boyluk bağları. Boyluk bağları. Bu seferge nima uchun chiqqanligimizni unutib qolmasligimiz kerak. Biz tag' davolardan eshib, yiroq joylarga emas, balki qalbimizning eng dastlab yo'lga chiqqan joyiga yetib boramiz. Agar bu dunyoda haqiqatan mo'jiza bor desak, u faqat tirishchanlikning yana bir ismi xolos. Qalbingizni tinchab, o'zingizga qaytib, o'zingiz bo'lishga tirishing.请让我们直抒心愿，有了梦的我，有了我的明天。花长成圈，家国都在身边，动情在心容颜。要让整个世界听见，有这份从容中国郑重宣言，振兴时代民富国强，复兴已在眼前，每个人都看见。为我领航，天路标在前，只因春风吹拂面，从今天开始，幸福新起点。
复兴已在眼前，每个人都看见。啊，为我领航天下西岸，我们都向往目标在前，指引春风吹拂时，幸福新起点。啊，为我领航天下西岸，胸怀无业智慧光芒，岁月如同豆豆诗篇，记在我今年幸福新起点，记在我今年幸福新起点。 Sundan bilan Tani Veyvey urulgan Baxtning yangi boshlanish nuqtasi nomli naqshani anglab o'tdik. Qani do'stlarning huzuriga navbatdagi naqsha suniladi, marhamat. Bu dünya güzel düşünce Destide yanar işmi Destide yanar iş Bağlangan yürek dişti Sevgiye muhabbetke Ey muhabbetke Bağlangan yürek dişti Bu dünya güzel şunçe Yangraydı hayat sazı Yangraydı hayat sazı Solmaydı ümitlerde yazı Solmaydı ümitlerde ey ümitlerde Ömrünün bahar yazı Bu dünya güzel şunca Yaşaymayız bulup yıkma Bu dünya güzel şunca Yar bulsun bekitlerge Ey bekitlerge Bak gönül kimi insan Yar bulsun bekitlerge Ey bekitlerge Bak gönül kimi insan Bak gönül kimi insan Yılgırgım Altay жердің сарасындай Тұтқынған кербез көркем даласы бай Ырайлел шырайлы жер алтын алқап
tal ucmaktı kanasımday. Körgen can şerkindesin, körkünge göz değmesin. Gün jaylap kürküresin, akjawun sirkiresin. Malını baynırına akkular birtinesin. Adamga tabılmaydı köngül görüp, şarıktap şalıkladım sezim gerip. Kanaska jan suğun ten görmewşem, göz aydın boldum bugün özüň kedip. Ay men gün arasınday, ayna kıl kanasyma mes kayındaray. Özüň kep altın aray, köz daldy karay karay. Baktadım kardeşiňda muzmur tıran, şortady joňgaryndan teri golan. Kurbojan kanaska get sayrandasan, ketmesin kulağından osu beren. Nar örkeştiň boy, akkayıň arasında askagan salasın boy. Şomulmay taza suğa armanda kalasın boy. Konup kal kanasyma, konup kal kanasyma. Yuqorida Güzel Qanas namlı Qazaqcha naqsh anglab o'tdik. Bu joy sirliq ham go'zal. Bu joy jo'sh urib taraqqiy qilyotidi. Bu joy inoq ham muqim. Mana bu mening yurtim. Xalq turmushi uzuksiz yaxshilanyotidi. Millatlar ittifoq olg'a bosgan baxtiyor yashamoqda. Osmoni ko'k, yeri yeşil, suyu süzük adamman. İşte
güzel eli namlıq naqş anlap ötdük. Her bir adam bir kitap. Onun muqavvasini ata-ana berdi. Biz o'zgartishga amalsiz. Bizning qo'limizdan keladigan shuki, butun kuchimiz bilan kitobdagi mazmunlarni nihoyat yaxshi yozishga tirishish. Balkim dastlabda yozishga boshlaganda o'zimiz yoki boshqalar rozi bo'lmasligi mumkin. Lekin faqat biz tirishsak ham pushaymon qilishning o'rni yo'q. Ko'chirmakashlik qilishning texmi zaruriyati yo'q. Xuangan urilgan Batursan Batur nomli naqshada ixtinglardi. 有人陪伴共济同舟，哪怕一个简单笑容，心中却已别无所求。时间太快，有谁停留？这花花世界谁能够冷漠对待无动于衷？勇敢勇敢，我的朋友，就算明天没有彩虹，阳光总会在风雨后照在心里那片天空。勇敢勇敢，我的朋友，一个人是要多沉重，平凡回忆让人感动，最多却是你的笑容。都说出门要靠朋友，有人陪伴共，心中却已别无所求。时间太快，有谁停留？在我深深的脑海中，这花花世界谁能够冷漠对待无动于衷？勇敢勇敢，我的朋友，就算明天没有彩虹，阳光总会在风雨后照在心里那片天空。勇敢勇敢，我的朋友，一个人是要多沉重，平凡回忆让人感动，最多却是你的笑容。勇敢勇敢，我的朋友，就算明天没有彩虹，阳光总会在风雨后照在心里那片天空。勇敢勇敢，我的朋友，一个人是要最多却是你的笑容。勇敢勇敢，我的朋友，就算明天没有彩虹，阳光总会在风雨后照在心里那片天空。勇敢勇敢，我的朋友，
radio anlıqçı dostlar, tövəndə deyəqnalaq sunmaqçı boğunumuz, yəni təvəkkül uğurluğan, qırğızca naqşlardan Aynusqa namlıq naqşam. Günde gelip aydınla küttüm çıktı aldıma gönlümün için suyum ay gönlüm için Aynusqa gönlüm için Aynusqa caz gönlümde kura aydın gördüm boşunday ardağımsın Aynusqa caz gönlümde kuralgan çal çalımsın Aynusqa aydın gördüm boşunday ardağımsın Aynusqa Sezimimi çok sallıp sen sırrımdı şaşırma sen de buradayım olurdun ay süygönümsün Aynusqa süygönümsün Aynusqa caz gönlümde kuralgan çal çalımsın Aynusqa Aynusqa caz gönlümde kuralgan çal çalımsın Aynusqa aydın öldür kuşunday ardağımsın Aynusqa Kıyalımda günde bak kusun en üçün ay Kırgız kızım Aynusqa Kırgız kızım Aynusqa Caz gönlümde kuralgan çal çalımsın Aynusqa aydın gördüm boşunday ardağımsın Aynusqa caz gönlümde kuralgan çal çalımsın Aynusqa aydın öldür kuşunday ardağımsın Aynusqa aydın öldür kuşunday ardağımsın Aynusqa ardağımsın Aynusqa O yeni mal çıkıp boğucu izlep sorap tepip boladı ekanlar. Aldı bilen pulunu төлep anda işçilik. Boshqa ichimliklar taqat qilib bo'ladi, lekin Kavsar maymun shaptuligi taqat qilib bo'lmaydi emasmi? Kavsar maymun shaptuli sharbati. Setib olganda Kavsar markasiga diqqat qiling. Paraşıkның altın sağından birini bəslə. Altın sağan paraşık bağ dep anlamaptım ya ben. Pəxri 10 yılın içinde altın bağ deymen. Mukofotni depsizde Ras Ürümçi Faxriy Savdo Chekish şirkati qurilganligining 10 yilligini tabriklab, Faxriy 10 yil ko'p xil unum kirish parashigining ichiga sizlarda xaridorlarga 20 gramlik oltin zanjir, 5 gramlik oltin uzuk mukofot faoliyatini yo'l qo'yibdi. Ya'ni sifatlik yuz, badan yuyish atir sopini, hatto Faxriy qoch yuyish lo'ngisimi bor ekan. Hep belli şu neymi çıksın şu Pəxri 10 yıldan birini bəslə. Faxriy 10 yil ko'p xil unum kirish parashigi. Bahar kelib, gullar echilganda, gul dengizini sayl qilib, xushpuroqlik romantik hissiyotdan huzurlaning. Turgan seriq çechakkicha. Türgün tağlarda hemmi yerini kaplagan yavı örük çechkigicha. Şixanzidagi 10 ming mo'liq şaptıl çechkigicha. Qarıcın yayliqidagi 5 xil ranglik gul. İlidagi romantik so'sin ranglik Üstü Quddus gul dengizi. Şinjanning atiyas va yoz faslining go'zalligi, gul faslining uzunligi va o'zgachiligida. Şinjanga sayohatga kelib, gul ko'rib, she'riy tuyg'udan huzur eling. Şinjan yaxshi joy. Tang saharlarda quyoshning ko'tarilib chiqqanini ko'rganimda, oltin kumush har qancha paqirsimi quyoshning chaqnishiga yetmaydiganligini, oqshomlari sansizlagan yulduzlarning jimirilishini ko'rganimda, har qancha ko'p zibuzinnatlarning chaqnishining yulduzlarning jimirilishiga yetmaydiganligini his qilaman. Har qancha esil nozik ne'matlarni afzal ko'raman. Biz tabiatning bu esil sovg'alarini qadrlamay, yana nimani qo'g'lishimiz? Tabiatni hurmatlab,
hayotlik fayzini so'rayli. Namratlarni dal joyda yo'lash yo'lida qat'iy mangayli. Halliq jamiyat barpo qilayli. Haqiqatni amaliyotdan izlab, o'z joyining ahvoliga qarab ish ko'rib, turlarga ayirib yetakchilik qilib, namratlarni dal joyda yo'layli. 2020-yili mamlakatimiz umumyuzlik halliq jamiyat qurib chiqadi. Namratlarni dal joyda yo'lashda bir nima qoldirib qo'yishga bo'lmaydi. Hürmetli radyo anlıqçılar, 107.4 qatna sanat radyosidan berilayotgan xayrlik akşam programımız davam etadi. Tövəndə yağ nazar sal. Xushal xoram turmush kechir. Kən qo'rsaqlıq bilan hissiyatga yuzlan. Muloyimlik bilan to'sal g'ulani tugatdi. Muloyim qalb turmushdagi qimmatli fazilat. Shundaqla hayotni texmi elastik qiladigan cho'ng aql parasat. Haqiqiy oq ko'ngil kishiniki bag'ri yumshoq bo'ladi. Oq ko'ngillik suvga o'xshash qurg'oq qalblarni un-tunsiz namlaydi. Ko'ngli yumshoq kishiniki ko'ksi, qarni dengizdek keng bo'ladi. Shundaqla yaxshi niyati va hisdoshligini ifodalaydigan pam parasti bo'ladi. Bundaq bir hikoyani anglagan edim. Uchchaqliq motosiklet haydaydigan Lavvangning salomatligi ancha yaxshi emas bo'lib, bir ko'z ko'maydi ekan. Uning aksi yoshlam bu dunyodan ayrilib, ikki o'g'lini qoldirib ketgan bo'lsa-mu, ular bir-biridan yaramsiz ekan. Ammo bir jup yozg'uchi ayol Lavvangni oddiy sodda oq ko'ngil odam deb qarab, uzundan beri uningga yoshirin yordam qildi ekan. Lavvang yakchashma bo'g'ashqa boshqa xaridorlar uning mototsiklida o'ltirishni xohlamaydi ekan. Uningki yo'lni aniq ko'ramay, odam so'qib etishidan ansiraydi ekan. Lekin yozg'uchi ayol buni o'ylamaydi ekan. Hamda Lavvangni ozroq kirim qilib olsin deb doim uning mototsiklida o'ltirdi ekan. Uning ko'proq pul tepishi uchun yana doim Lavvangni uyiga olib kelib narsa keraklarini yutkishiga yordam berishga chaqirdi ekan. Ular yaxshi niyati bilan oxiri Lavvangning minnatdorligiga erishibdi. Lavvang vafot bo'lishidan bir necha kun burun kasal tinini so'rab, a'lo sifatli kunjut yig'i va tuxumlarni ilib, yozg'i qalbidan chiqqan g'amxo'rlik, unsiz kuch. Ko'ngli yumshoq odam oq ko'ngil keladi, lekin jarsamaydi. G'amxo'rlik qilish bilan bir vaqtda boshqalarning izzat hurmatini saqlaydi. Boshqalarga bir kishilik qadr-qimmat qoldirishni biladi. Bu xil hayotga bo'lgan hurmat eng cho'ng oq ko'ngillik, texmi muhimi odamgarchiligi, harorati ba illiq fazilatdir. Ba'zi turdoshlar mundaq bir savolni o'tirib qo'yibdi. Oilangizlarningki sizni eng qoyil qiladigan esil fazilati nima? Eng yuqori bilet tashlangan javobda mundaq yozilibdi. Men azaldan ota-onamning qizirishib qolganini ko'rib baxmagan. Haqiqatan shundaq. Oiladagilarning nazarida eng go'zal bo'g'ini bay-bayashat turmush emas, muloyim oilaning eng yaxshi nom kartisi. Bir psixolog ilgari bir jup yangi to'y qilgan ayol bilan sayohatga beribdi. Bu mezgilda psixolog bu ayolning mijozining bir qadar o'sal ekanligini, aeroplan kechikish, havo yaxshi bo'lmasligi qatorliq sabablar tufaylidan erini sababsiz ayblaydiganligini bayqabdi. Lekin erning mijozi nihoyat yaxshi bo'lib, ayoliga muloyimlik bilan muomala qilibdi. Yana texi untinsiz ayoliga yordamlashib, yuk taqlarni yig'ishtirib beribdi. Bir necha yil o'tgandan keyin psixolog yana bu bir jup ayolning uyiga ziyoratga kelganda ayolning mijozining ayni yillardagidan muloyim, texmi savrchan bo'lib qolganligini bayqabdi. Psixolog buning sababini so'raganda ayol uning mijozi yaxshi. Bundaq bir so'z nihoyat to'g'ri aytilgan. Agar siz bir muloyim hamrohga erishmoqchi bo'lsangiz, avval muloyimlikni o'rganing. Oila kayfiyati tuproqqa o'xshash intayin samimiy keladi. Siz u tuproqqa nima derisingiz, tuproqmi sizga shuningdan hosil beradi. Agar tuproqqa zo'ravonlik urug'i chechilsa, undaqda butun oila masalani urushib so'qishib hal qiladi. Faqat muloyimlik urug'i chechilgandilar, ondan ejil inoq oila qurg'ili bo'ladi. Turmushda o'ngsizlikdan saqlanqili bo'lmaydi. Mag'lubiyatdan keyingi azob, qiyinchilik ichidagi gangrashlarning hammasi turmushning qechib qutulg'ili bo'lmaydigan bir qismi. Nurg'un kishilarning nazaridagi qaysarlik va mustaqillik o'zi uchun bir qavat qalin savut hamma ishning cheki bo'ladi. Ziyoda qaysar kishilar aksicha osonlam o'ziga ziyon yetkazadi.
konalar mundaq degan. Tish qattiq, til yumshoq bo'ladi. Tish tushib ketganda til yana qarg'a keladi. Haqiqiy o'sib yetilishmi mana shuningga o'xshash yumshoqlik, ammo teg'imi chidamliq bo'lishini ko'rsatadi. Muloyimlik hargiz ojizlikdan derak bermaydi. Ojiz kishilar oson yiqiladi. Yiqilgan o'rnidan qayta tura olmaydi. Muloyimlik o'zini qochirish deganlikmi emas. U bir xil ko'ngli ko'ksiga daryo sig'dira oladigan salmoqliqdir. Xuddi bir kuplet she'rida kezilgandek, o'simi chiroqlar nurliqdir osmon, yoritqay yo'limni yulduzmi chulpan. Haqiqiy azobga bemalol yuzlanadi. Shundaqla turmushdagi she'rin narsalarni kutib olishga har vaqt tayyor turdi. Uzun hayot musofida faqat muloyim qalb bo'lgandilam, ondan qaysar, chidamchan hayot kuchga ega bo'ladi. Muloyim, irodali kishining turmushi xushallikqa to'ladi. Bu olamni suyganlarning sevgisini olam deyman. Sevgi berib sevgi olgan yaxshilarni odam deyman. Yaxshilarning qalbi quyoshlik al mangu bahor. Yaxshilikdan kulsun yurak, kulsun giyoh, kulsun çiçek. Yaxshilikqa to'lsin dunyo, kulsun güzel arzu diler. Yaxshilarni söyleyli biz, yaxshilarni söyleyli biz, yaxshilarga kuyayli biz. Yaxshilik yar, yomonlikdan jahon bezor. Yaxshilarning qalbi quyosh, quyoshlik al mangu bahor. Yaxshilikdan kun so'yar,
Yuqorida biz Ovtixay o'rilgan Muqaddas Bag'rash Guli nomli Mong'olcha naqshni anglab o'tdik. Yig'imdagi aqolma chechaklatdu apaqina. Yig'imdagi aqolma chechaklatdu apaqina. Chechak sunsam puramsan ishchan yarim deb baqina. Chechak sunsam puramsan ishchan yarim deb baqina. U baqima bu baqima bila barayli gul baqima. U baqima ya bu baqima bila barayli gul baqima. Qimla bo'lam aqalmamning guli aqsanma baqsam berita. Aqalmamning guli aqsanma baqsam berita. Uxtivalli ko'nglimni ishchan yarim xushchaqcha. Uxtivalli ko'nglimni ishchan yarim xushchaqcha. Bu baqima bila barayli gul baqima. Bu baqima ya bu baqima bila barayli gul baqima. Hamra bo'lam senda baqima. Yig'imdagi almamni o'zi terayya baqina. Yig'imdagi almamni o'zi terayya baqina. Yoz kuydimu yolg'onmi so'rab baqayda baqina. Yoz kuydimu yolg'onmi so'rab baqayda baqina. Bu baqima bila barayli gul baqima. Bu baqima ya bu baqima bila barayli gul baqima. Hamra bo'lam senda baqina. Bu baqima bila barayli gul baqima. Bu baqima ya bu baqima bila barayli gul baqima. Bu baqima bila barayli gul baqima senda baqina.我的心跳，那是千年的胡杨，根儿深，枝儿壮，生命最顽强，生命最顽强。谁说戈壁滩荒凉，处处有青春的胡杨？我们就是一颗颗青春的胡杨，把根插在养育我最亲爱的新疆。我们就是一颗颗不朽的胡杨，烈日狂风锻造出生命的顽强。
Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, xeyirlik akşam programımızı yaqtırıp ağlığınızға rahmet. Bişede axırlaştırdık. Xoşaq bolğaysılar. Programımızın muharriri və riyasətçisi Qunduz Ayturdi. Məsul muharrir Nicat Ahmet. Nazaratçı Abdurrashid Abdugani. Baş nazaratçı Hey, 我和他一样，我们就是一颗颗青春的胡杨，儿子娃娃相聚在最快乐的地方，我们就是一颗颗不朽的胡杨，羊儿飞呀，牛儿闯，美丽的牧场。嘿呀，青春的胡杨，嘿呀，不朽的胡杨。